ishemik insultning davosi bor. Faqat e'tibor bering. Mana bu yerda o'sha miya ichidagi qon tomirlarining, mana bu ko'k qon tomirlari, pastdagi va yuqoridagi qizillar esa nerv tomirlari. Qon tomirlarining ichidagi tromblarning o'sha quyuqlashib, qalinlashib borishini evaziga qon tomirlari devori o'zlaridan keyingi nerv tomirlarini qisib qo'yganligini evaziga ishemik insult paydo bo'ladi. Demak, ishemik insultni davolash uchun nima qilish kerak deganda, birinchi o'rinda mana shu qon tomirlarini ichida qotib qolgan tromblarni eritib haydash kerak. Bo'ldi, boshqa muammo yo'q. O'shaning haydash usullarini sizlarga hozir bosqichma-bosqich aytib o'tamiz. E'tibor bering. Agar sizda ishemik insult deb aytilgan bo'lsa, ishemik insultning o'zicha 4-5 xil turi bor va bularni davolashda albatta juda ham sabrli bo'lish kerak. Demak, siz o'sha sabrli deganda 5 oy, 6 oygacha vaqt ham kutishingiz mumkin. 3 oy ham kutishingiz mumkin, 1 oy ham kutishingiz mumkin. Agar sizni o'zingizda chin dildan astoydil harakat bo'lsa, uy sharoitida ham davolashingiz mumkin. Qo'shimcha maslahatlar bo'lsa, Jizzax shahriga kelasiz, Ziyo Nur klinikasiga. Sog'